Assalomu alaykum. Kasbdoshlar, veterinarlar buni Oqqo'rg'on tumani Tolol muhitida o'zimiz mahallamizda familiya kim deylar? Jabborov Elyor ukamiz xonadoni, Toshmirtaga o'zimiz akamiz xonadonida egizak buzoqlar tug'ildi. Bultur 31-may kuni dalada qochirilgan, 31-may kuni dalada urug'lantirganman buni. Endi bunga o'zim ham ikkilanib qolyapman. Uz naslchilik ilmiy ishlab chiqarish markazidan chiqqan shvit hamda Galshteyn zotli urug'dan 2 doza solgandik. 2 urug' bilan urug'lantirgandik. Mana onasi qaysi edi? Mana onasi mana. Mahalliy Jaydari zotining onasi. Mana egizak buzoqlar tug'ildi. Kim nima deydi? Men o'zim ham hayronman. 2 xil urug', lekin urug'da ham 2 xil tashaganman. 2 xil urug' tashaganman. 2 xil urug'dan 2 ta egizak tug'ilibdi. Bitta shved, bitta qizil ola Galshteyn solgandim. Mana bu Jaydari onasi. 31-may kuni urug'lantirganmiz. 2 xil zot tushibdi mana egizak. Mana bugun 2026-yil 27-fevral. Nechida tug'di Toshmirtaga? Rahmat. Ertalab soat 4:30-larda tug'ildi. 4:30-larda tug'di. Xursandmiz. Ortiqcha qilgan mehnati mana samarasini berdi, rahmat xursandmiz. Xursand bo'lsangiz bo'ldi aka. 2 xil chiqibdi, gap yo'q lekin. Men o'zim ham hayronman. Bittasi buqib, bittasi tana. Bittasi buqib, bittasi tana. Bo'ldi. Mana Bektosh aka, mana men ham tashadim Samarqandga Salom aka. Toshkentdan.